Navbat seleksionerlarga. Seleksioner akalar, xoh mol yo'nalishida seleksiya qilasizmi? Echki yo'nalishida seleksiya qilasizmi? Arashan, ya'ni qo'y yo'nalishida seleksiya qilasizmi? Mana bu loyihada kirib, ro'yxatdan o'tingizlar va o'z hayvonlaringizni seleksiyasini shakllantiringizlar. Pasporti ham shakllanadi. Bu yerda uning ajdodi, avlodi va o'lchamlarini, tug'ilgandagi sanalarini va bo'lmasam o'shanga qilinadigan privkalari hammasini shakllantirib borishingiz mumkin bo'ladi. Va bu dunyoda hozirgi vaqtda yagona bo'lgan chorva loyihasi. Shu joyning o'zida seleksiya qilayotgan hayvoningizni boshqa bir seleksionerga sotishingiz ham mumkin. Ya'ni muallifligini o'tkazasiz sotganingizdan keyin va shu joydan u odam davom ettirib ketishi mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib, foydalanib ko'ringlar. Yagona deyapman, yagona. Seleksiya qilayotgan hayvoningiz urg'ochimi yoki bo'lmasam erkakmi? O'shanga mos qo'shishingiz mumkin bo'lgan tavsiyalarni ham chiqarib beradi bu loyiha pastida. Qo'shish mumkin bo'lgan nima uchun, qo'shmaslik kerak nima uchun sabablarigacha chiqarib beradi. Foydalaninglar.